Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Mana yana navbatdagi oshxona mebelimizni, navbatdagi mijozimizni xonadoniga o'rnatib berdik. Juda ham chiroyli, akkuratli qo'yganmiz. O'rnatish jarayonining o'ziga rosa kamiga aytadigan bo'lsak, 1,5 kun vaqt ketdi. Sababi mana uydagilar o'zlari ham kuzatib turibdi. Juda ham akkuratli ishlaganmiz. Ish joylarimizni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Polностью o'ringa qo'yib chiqarganmiz do'stlar. Xo'p, bu mebelni Samarqand shahar Selg'u institutining yonginasiga o'rnatib berdik do'stlar. Xo'p, pulini oxirida aytamiz. Mebelni obzor qilishni boshlaydik do'stlar. Mebelimizni bu tarafi 325 ta tashkil qiladi. Biz 320 metr razmer olganmiz. Bu yerda 2 sm zazor tashlaganmiz, sababi общий mebelni kirishi uchun. Bu yerga holdingni korobka qilib, holding tepasiga mana bunday kichkinagina eshikcha qilib berganmiz. Bu yerda ham kelsa foydalansa bo'laveradi. 100% Upside Turkiyani o'sha petlaridan foydalanamiz do'stlar. Taksidan boshlaydigan bo'lsak, bu yerga 40 sm qilib kamera qilganmiz. Tagiga o'sha noshkalarni adjeni qo'yganmiz. Noshkalari turetskiy klips noshkalarga o'rnatilgan. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu yerlarga o'sha tepa qismiga har doimgidek qo'shib soladiganlar bor. Roliklarimiz tandem rolik. Turkiya Upside bu ham yondan ko'rinmaydi. 70 kg yukni ko'taradi. 100% PVH kromkada. Kromkalarimizga ham e'tibor berasizlar. Mana bu detalli rangida bu kromkamiz. Mana bu detalli rangida bu kromkamiz. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi. Oq bilan qora kromka har doim arzon yuradi do'stlar. Shuning uchun juda ko'pchilik bunga yo qora yo oq bosaveradi. Shunga e'tibor berasizlar. Hammasi bizda o'zini rangiga qo'yilgan do'stlar. Tortib olishini ko'ryapsizlar. Bu yerlarga o'sha katta qozon, tovoq, shunaqa skоворodkalardan foydalansa bo'laveradi. Tortishini ko'rasizlar do'stlar, mana o'zini sekin yo'q bo'ladi. Umuman shum degan narsa yo'q bu yerda. Bu yerga biz 5 ta komod qilib berganmiz. O'sha mana bu yerda ham shu komodni qilib berganmiz. Mezurishga variantda uzoqdan oladigan bo'lsangiz ham zazorlari hamma tomonlama juda ham chiroyli chiqqan do'stlar. Bu yerga o'sha moykasini qo'yib berdik. Moykani suvlarigacha ulab berganmiz. Moykani palamasi mesetr 3 xil yonadi. Bunda mana bunday ham yonadi do'stlar. Suvlarigacha o'rnatib berganmiz. Bu yerga gazlarni ham qo'ydik. Gazlarni ham ulab berganmiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana gazlar ham yonadi. Mana bu yerga vitishkalarni ham ulab joy-joyiga qo'yib, istasa bizdan keyin keladigan odam 11 biz oxirgisi bo'lib ketamiz. Bunga albatta elektrik, santexnika va boshqa deyilmaydi. Hamma narsasini joy-joyiga qo'yib berdik. Xo'p, bu yerga esa mana bunday qilib polkalarni qo'yganmiz. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu ishimizni boshqacha rangda ishladim. Bu yerda mana bu yerda 7 planka qo'ymadim. Fikringizni bildirib ketasizlar. Unisi chiroylimi, bunisi chiroylimi? Albatta kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Bu yerga katta qilib o'sha kamera qilganmiz. Bemalol foydalaniladi. Oshxonalarimiz xudo xolasa 10 yil garantiyasi bor. Mana bu yerlarga tepa qismlariga 2 tadan polka, 3 tadan kamera qilganmiz. Hammasi ochib yopilishlari juda ham yumshoq. Mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana ochib yopilishlari bemalol foydalansa bo'laveradi. Bu yerda ham mana bu yerda narsani bemalol foydalansa bo'laveradi. O'shaning hisobiga biz 2 tadan polka qilganmiz. Polkamiz chuqurliklari ham juda ham chuqur bo'lgan. Bu yerga har doimgidek moykada idishni yuvib, mana bu yerga suv shilkasini joylab berganmiz do'stlar. Bu yerga joylashni imkoni bo'lmadi, sababi bu tomonda 300 sm joyimiz qolgan, 300 mm o'shaning hisobiga bu yerga qo'yib berganmiz. Mana bu yerga bosasiz buni endi push variantda qilganmiz. Tepalarini o'sha gofrlarni chiqarib, hammasini joy-joyiga qo'yib berdik do'stlar. Bu yerga esa mana bunday qilib 40 sm o'sha bu yerda ham 2 ta, 3 ta kamerali kamera bo'lgan. Bunda hammasida bor o'sha sensorni ham qo'yganmiz do'stlar. Mana bunday qilsangiz o'chadi. Mana bunday qilsangiz yonadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar do'stlar, mana bitta sensorda o'zida hammasi yonadi. Mana bu lekchironlarimiz o'rnatilgan joylarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan burchakdan olib kelib, mana bu yerga kelgan. Bu yerdan ham ko'rsatish mumkin. Tag qismi ham xuddi shunday. Materialni o'ziga o'yib, kanal ochilib, mana bunday kanal ochilib, o'ziga yopishtirilgan do'stlar.
Shunchaki yuzaki ish yo'q bu yerda. Demak, stol shishalarimiz 4 sm, rossiyskiy kedr. İşimizga o'zinglar baho berasizlar. Yuza qismi o'sha MDF, ultra dekor, ultra matvi, eng oxirgi fasonlardan belgi trend bo'layotgan ranglardan qilganmiz. Ishga o'zinglar baho berasizlar. Обязательно kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Hali ham like tugmasini bosmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'ying. Sababi sizga mana shunday ishlarimiz birinchilardan bo'lib yetib boradi. Demak, sizlar bilan Yevremebel bo'ldi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Uzoq yaqinda turib bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ushbu nomerlarda WhatsApp, Telegram hammasi bor. Joylarga zakaz qilsanglar, boramiz, o'lchaymiz, joylarni ko'ramiz. Aytilgan muddatga Xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Joylarga borgan vaqtda o'sha 3D'sini, qayerga razvedka qanaqa nimalar tushishini hammasini belgilab ketamiz. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Bu ishimizni общий narxi 15 million so'mga qo'yib o'rnatib berdik do'stlar. Narx qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada kutib qolamiz. Sizlar bilan Yevremebel bo'ldi. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.